Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq TikTok kuzatuvchilari. Sizlarga tandirdan uzilmagan sveji novosti bilan, ya'ni yangilik bilan chiqyapman. Hozir uyga kirib keldim. Ko'zim tushib qoldi. Mana tepada rasmda turgan Jafar Oqpadar o'g'lim 10 sutkaga ma'muriy qamoqqa jazosiga tortilibdi. Bunga sabab har xil qizlar bilan, yalang'och qizlar bilan bassenda, O'zbekistonda, Toshkentda reklama, ya'ni qanaqadir bassenda reklama qilish maqsadida yalang'och qizlar bilan video olganligi uchun 10 sutka qamoq jazosi tayinlanibdi. Jafar Dubayga kelgan payti men yomonlamoqchi emasman, men panetkasini bergan edim. Jafar qizlar bilan ochiq-sochiq, behayo, qanaqadir kulib tashlayotgan, sipat tashlayotgan yalang'och qizlar bilan kontentlar qilishni bas qilgin. Ota-onangga bir foydasi teyotgan ishlarni qilgin. Mayli pulingni topayapsan, ijtimoiy tarmoqdan reklamayni olyapsan, baribir o'zbekchilikka to'g'ri kelmayotgan, juda ham oshirib borayotgan ishlarni yig'ishtirgin degan so'zlarni o'z og'zim bilan aytgan edim. Mana men aytganim rost ekan. O'zbekistonda 10 sutka qamoq jazosi tayinlandi. Yaxshimi yomonmi qilgan ish uchun 10 sutka qamoq jazosi belgilanibdi. Men yomonlamayman. Jafar hayotda yaxshi bola, yomon bola emas, ko'ngli ochiq, bir xushchaqchaq bola. Nima ham deymiz? Qonun ustuvor. Bundan keyin chiqqandan keyin yaxshi kontentlar qilishni boshlagan. Iloji bo'lsa, mana shu videoni keyinroq tarqatib yuboringlar. Mana bunaqa kontentlar olayotgan yalang'och qizlar bilan O'zbekiston hududida, territoriyasida kontentlar ishlayotgan bolalarga bu dars bo'lsin. Qolganlarga ham bu o'rnak bo'lsin.